Albatta jannatda Rayyon deb nomlanadigan eshik bor. Undan faqatgina ro'zadorlar kiradi. 8 ta eshigi bor jannatda. Alloh bizga 8 alasiga yo'l bersin. Lekin bittasi ochilib qolsa yutdingiz. Mana shu Ramazon oyi birodarlar. G'animat bilaylik. U eshikdan faqat ro'zadorlar kiradi. Oxirgi ro'zador kirib bo'lgandan keyin yopiladi, boshqa birovga ochilmaydi o eshik. Savol bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, meni jannatga olib keladigan, meni do'zaxdan uzoq qiladigan amalni o'rgating. Rasululloh aytdilar, ro'zani o'zingizga lozim tuting. Chunki u amalga teng boshqa amal yo'q. Haligi sahoba ikkinchi marta meni bir amalga buyuring deganida, ro'zani o'zingizga lozim tuting, chunki unga teng bo'lgan boshqa amal yo'q dedi.